Futbolda sotilgan o'yin deganda deyarli butun futbol olamini xayoliga birinchi bo'lib keladigan bahs bu 2009-yilgi Chempionlar Ligasi yarim finali Chelsea-Barselona o'yinidir. 2009-yil 6-may Stamford Bridge Chelsea-Barselona yarim final javob o'yinini qabul qilgan kun. Chelsea o'yinni ajoyib boshladi va 9-daqiqada Michael Essie'ning super goli evaziga hisobni ochib oldi va hammasi shundan boshlandi. Keyin esa Chelsea o'yinni qolgan daqiqalarini xotirjam o'tkazish maqsadida hujumlarni ko'paytirdi va mana bu yerda Drogba hisobni yanada oshirish maqsadida hujumga chiqqandi, ammo Abidal uni kichkina fol evaziga to'xtatdi. Buni esa hakam penaltiga loyiq deya topmadi. Keyingi vaziyatga o'tadigan bo'lsak, bu ham Drogba bilan bog'liq. Drogba yelka-melka kurashda himoyachini yutdi va oldinga odimlab ketayotgan paytda himoyachi to'p aralash uni yiqitdi. Ammo bu yerda ham hakam himoyachini to'pga o'ynadi deb topdi. Bu yerda esa hakam juda ham to'g'ri qaror qabul qildi. Anelka birga bir vaziyatga chiqib ketayotgan chog'ida Abidal uni yiqitdi va Abidalga qizil kartochka ko'rsatildi. Yana hujum, yana vaziyat. Nikolay Anelka jarima maydonchasining ichida xavf uyushtirayotgan paytda yana uni yiqitdi. Ammo bu yerda ham penalti deya topilmadi. Aynan mana shu vaziyatdan biroz o'tar o'tmas Nikolay Anelka Gerard Pikening qo'liga to'pni tekkizganda bu yerda ham penalti deya topilmadi. Aslini olganda bunaqa vaziyatga zamonaviy futbolda ham penalti berilardi. Ammo hakam o'sha paytda nega bunday qaror qabul qildi, uni faqat o'zi biladi. Chelsea futbolchilari hammasiga ko'z yumib o'yinni davom ettirib, oxirgi daqiqalarda hujum uyushtirayotgan paytida yana bir penalti berilishi kerak bo'lgan vaziyatda bu yerda ham penalti berilmadi va shu tariqa Chelsea yarim finalda to'xtadi.